Ushbu loyiha Xalq banki Oltinko'l tuman filiali hamkorligida Andijon viloyati Oltinko'l tumani Chaqqon 2 MF 498-konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Maydonning hajmi 11,39 gektardan iborat. Maydonning uzunligi 600, eni esa 233 metrdan iborat. Bu yerga ekilgan ekinlarimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Har hafta sug'oriladi va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 84 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi 14 sotkdan biriktirilgan bo'lib, loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qayirma Agromet Plus MChJ tomonidan ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarlicha bilim ko'nikmalariga ega. Ushbu loyihada har bir gektardan 18 tonnadan jami 205 tonna hosil olish kutilmoqda.